Salam qaltı qallamılan uşaq xeyirlik bolsun. Muşu güzel qaltı yarımızda kesbi riyasetçi yok mu depsizler. Men muşu sanatkar Naqshchi kesbi riyasetçinin birini tanıştırıp ip geldim. Unda ben hazır muşu şirketin alıb geldim. Kichik bir ziyorat qilib chiqaylik. Sizlarga e'tiborli faoliyat qilib beralım-da, yo'qmi ondasi. Kichik kirib ketdik, pul bilan qilinglar. Yuringlar ondasi. Tinchlikmi? Yaxshi. Voy, yaxshimi qanday ahvolingiz ukum? Yaxshimi? Voy, bosh piyoz ukum. Muborak qadamlaringiz yetib qolibdi bizning mahallaga. Sizni bir ziyorat qilib keldim hozir. Tuyuqsizlardan. Yaxshimi o'rtoqlar, yaxshi turibsizlar? Muşu nurun qaynashimiz maktabga ketdi, muşu bir riyosetchi tanishtirib qo'ysangiz demanda. Siz bir danglik bo'lgan ekan, ana shu qaynashlar bir tavsiya qilib deb naqshlaringizni alg'ach qildim. Voy, rahmat ukum. Salam turdoshlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan kelish oldida turayotgan mehr muhabbatning eng go'zal avtorlari bo'lgan xonim qizlarimizning atidagi ayollar bayramini chin qalbimdan tabriklayman. Hammalarning ayollar bayramiga mehr muhabbat kuninglar muborak bo'lsin. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib qo'ysangiz, nurg'un do'stlarimiz taniydi hamda shunday bo'lsin, endi bir qayta tanishtirib qo'ysangiz. Bo'ladi uka. Yaxshimisizlar turdoshlar? Oldi bilan atidagi mehr muhabbatning eng buyuk avtorlari bo'lgan, hayotlikning go'zal sunnatlari bo'lgan sevimli xonim qizlarimizning ayollar bayramini chin qalbimdan tabriklayman. Rishta to'y marosim planlash shirkatining qurg'uvchisi, riyosatchi do'stinglar Ruqiya xonim, sizlar bilan mush ekran orqali didorlashganimdan intayin xursandman. Rahmat. Chavak. Qarsam gullarni tuzabsiz. O'zingiz yasadingizmi gullarni? Mushu shirkatimdagi ustam bolalar, shogird qizlar, o'zim degandek hammamiz qo'l tiqib baravar asosida shunday chiroyli gullarni yasab chiqdik. Odatda to'ylar asosan to'y marosimlar shanba, yakshanba, haftaniki oltin vaqtlarga to'g'rilandi. Orliqlarda ancha-muncha bir necha kun bekor qolgan vaqtlarimiz bo'ladi. Shunga mushuning bezak xizmatini qiladigan bir ustam bor-da, Urumchidan alayda taklif qilgan shu ustam Muşta chiroyli gullarni yasab hammamizga uyutib bizning ustam qaytib bordi ham demişdi. Shunda chiroyli gullarni xalqimizga nayt muvofiq faoliyat bahada sunduq do'stlarimizning faoliyat qilamizmi gullarni? Qilamiz. Davası bo'ldi ekan. Faoliyat qilyaptik gullarni. Sizning bormi yo'qmi deb hozir o'dilam kelishim shu naqlan bor ekan, siz ham demoqchi qilishimiz bir tavsiya qilyapqach hamda shu ko'rishib ketadi hozir kelishim. Rahmat uka. Shuni bir naqshingizni ma'lum kelib qolsa bir naqsh aytasiz qanday? Naqshini sahnada aytaylik. Buguncha hozircha mush gullarning go'zalligidan huzur olaylik. Mush go'zallikni xalqimizga sunaylik. Ayollar bayramlik onalarga, hadis singillarga, oilasininki bog'vani bo'lgan sevimli ayollarga gul setmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizning, do'stlarga bo'lgan muhabbatini ifodalamoqchi bo'lgan qarindoshlarimizning Nazna restorani Rinko Xogo xonasining yoniga joylashgan Rishta to'y marosim planlash shirkatimizga kelib, mana chiroyli gullardan setib olishini chin ko'nglimdan umid qilaman va intayin muvofiq bahoda haqsiz yetkazib beramiz. Hozir shu so'rab qolsam, sizlarning shirkatda qaysi mulozimatlar bor? Shirkatimizda to'y marosimlarining riyosatchilik, sahna o'rin bezash, film ishlash, to'ylarning. Andan keyin shu ichilish marosimlarininki loyihasi planlash xizmati, riyosatchilik xizmati, san'atchilar o'rinlashtirish xizmati, to'y yo'tkash qatorliq barliq marosimga doir butun mulozimat bor. Uningdan boshqa shu to'y qiz to'y yigitning mayda gullari, to'y jabduqlari har xil mana chochqo'lar, har xil gullar, to'y marosimga chetishliq bo'lgan hamma turdan bor asosan. Valla gul demisizlar, hamma narsa to'liqqan, hamma tarafga tutam mana. Ballarninki shu marosim kiyimlarim bor ekan. Ballarninki gulchay marosimlarining, andan keyin shu yondoshlarninki marosim kiyimlarimi bor. Unda bo'ldi ekan hamma narsa chatin. Ballar o'yinchiqlari, ballar marosimlarda bezak materiallari, to'ylar ketarlik chochqu, har xil sharplar, sahibxonlarninki mehmonlarga soladigan. Andan keyin shuningdek chiroyli mayda gullari, yondosh gullari degerlik shu bezak, mashina bezakdan tortib hammasi o'rin bezak. Hatta debauchov atadigan to'yda, salyut atadigan ishlardan faoliyat qildikmi? 699 qo'yga 4 debauchov, 4 salyut faoliyat qildik. Kepsiz ukum, shunga siz mush faoliyat qilsamni deydigan bolachu, unmagan bo'lmaysiz. Shunga sizning hurmatingiz bilan shu kelish, to'y qilish oldida turayotgan yoshlarimizga eng chong katta xush xabar. Mushu to'y qilish oldida turayotgan yoshlarimiz to'y kunisi zal ichidagi qiz yigit ustalni bezitish mulozimatini olsanglar, qiz yigit ustal bezak, 2 mashina bezak, andan keyin 4 debauchov, 4 salyut, hammasi o'rin bezak, mashina bezak, 4 debauchov, 4 salyut 1999 qo'yga faoliyat qilib beramiz. 800 yuanlik mulozimat turini 1999 yuanga faoliyat qilib beramiz.
Beklemezden kılayattınız. Qarindoshlarimiz. Sizning hurmatingizda. Rahmat. Yoshlarımızın toylarım ahamiyatli, ko'ngilli, tartibli, intayin güzel, coşkun halati chiqqan bo'lsa edi deydigan sevimli do'stlarimizning riyosatchiligi taklif qilsa, shu to'ylarni o'zining rozimanligi bilan naytma güzel holatda o'tkazib beramiz. Faoliyatini bir tushuntiryaptilar qarindoshimizga. Qarindoshimiz qarab turdi. Shunda bak chiroyli kunlar balki qarab baqsa. Gullarninki odatda 99 yuan, 120 yuanlik gullarni 79-89 yuanga faoliyat qildik. Tünügün bugünden beri şu ağan zakaslarını yetküzüş bilen, yasashlar bilen aldırış vakit barımız. O'zinglar yetkazib qo'yamizlar. Özümüz haksız yetküzüp berimiz. Nima degan yaxshi. Şu men muşta güzel sözlerini, güzel naqshlarni, güzel ishlarni qilmay afkam. Pat yo'qlab turing meni. Bo'ldi, rahmat. Ma'qul. Do'stlarimizning qo'llab kelishini umid qilaman. Adresini boyan bir degan, yana bir davlatda Nazna restorani Runko Xogo degan, ya'ni Wanxun Xogo xonasining yeni rishta pul mulozimat markazi. Telefon numarangizni bir deb bersangiz. Chalta 9007 52 62. Öndar chiqimda ya. O'xshash. Qarindoshlar öndar qo'shib olsanglar bo'ldi, yoki telefon qilib aloqalashsanglar bo'ldi. 176 9007 52 62. Telefon qilsanglar bo'ldi, yoki shu shirkatning o'zi kelsanglar bo'ldi, gul olamsizlar yoki shu boshqa munosabatlarga ehtiyojli bo'lsanglar telefon qilsanglar bo'ldi. Meni qo'yishni unutmanglar, men bosh piyaz. Shu keyingi sanda Ruqayb xonimniki naqsh o'qig'ini yo'llayman.